to'rtinchi Juda etajda. chiroyli, shinam. Bu resepsiyonimiz 4-etajdagi. Va hozir eng asosiysi IV konsultatsiyalarimiz ketyapti. Bu xonada nima? U yerda dorilar saqlanadi. Yaxshi. Bu o'zi birinchi yo'q edi, keyin ochdinglar bu yerda. 4-etaj yo'q edi hammasi. Sekin-sekin bir yil davomida bo'lgan narsalar. IV xonamiz. Как patsientga. O'shaning uchun ularni bezovta qilmaslik uchun sekin gapiramiz va keyin video olamiz. Imkon qadar o'sha aytganimdek uy sharoitini, otel sharoitini qilishga harakat qilganman. Молодец, qoyilman. Klinika sharoiti bo'lib, patsientlar qo'rquvda yotmasligi uchun, расслабиться qilishi uchun qilingan. Har bitta xonamizda o'sha Sanuzellar bor. sanuzellar bor. Qulaylik yaratganmiz. Zo'r. Knopka vызова bor, patsientlar Knopka vызова anaqagami? Nima dedi? patsient medsestrani Chaqirish yoki uchun. shifokorni chaqirish uchun.